Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aziz, muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık kırındaşlarım. Hammanlara Allah'ın güzel salamları olsun. Allah emmikünlarını hayırlık kılsın. Kırındaşlar, bugün plandan sel burunrak karşımlara çıkıp kaldım. Bunu vaziyetin takazzası deyişkimi buludu. Andan bazı kırındaşlarının ayrım talepleri, kıstaşlardan desek mi buludu. Aslında nöbette ben Tayvan boğuzu vaziyetiga alakadar sözlemekçiydim. Bu mevzu bunundan keyin sözleniş gerekti. Buna aldığı ilişki doğru geldi. Aldığımki videoga qarata bazı ta'tir inkaslar bolgan. Aslında onunla uzun tekstlik cevap yoki videoluk cevap berishni o'ylagandim. Keyin qarasam, o mening shaxsim haqida bo'lganligi uchun uningga javob beraman deb hammalarning vaqtini olishni to'g'ri ko'rmadim. Uning ustiga unda bir javob berilsimi, xuddi ularga bir inovat qozondiradigan tarafimi yo'q emas. Şunu uni hech hisob qilib hech bo'ldi qildi. Ko'rayotganinglardek, bugungi mavzumiz xoinlik, axloqsizlik hisoblanmamdi degan mavzu. Ba'zi qarindoshlardan shaxsiy uchur aldım. Savollar desam bo'ladi. Bularda men yillardan beri sizlarga uqtiramay kelayotgan, hatto romanlarimda tasvirlagan bir ajoyib xususiyatimiz haqida bir analiz qilishim talab qilinibdi. Deydiki, nima uchun xalqimizda munofiqlarga umumiy nafrat yo'q? Ammo uşaq ayiblarga umumiy hujum qo'zg'ay oladi degandek mazmunlar ekan. Ya'ni axloq to'g'risida va siyosiy axloq to'g'risida. Axloqsizlik degan nima? Bu savoldan burun axloqsizlikni ayiradigan mizon haqida bilish lozim keladi. Axloqsizlik bir millatning axloq mizonlari an'anaviy axloq qarashi tarafidan belgilangan chegarini eshishdir. Ya'ni haddini. Axloq haqidagi mizonlar tarix bo'yicha millat kültürida xomallashgan qarashlarning jimisini ko'rsatadi. Her millatning, her dinning, kültürlerning axloq qarashi farqli bo'ladi. Bir millatda ciddi ayıp sanıldıgan bir iş, başka millatda yoki kültürde adetdeki bir iş bo'lishi mumkin. Axloq qarashlar davamlı yenilinib turadi. Devlet qonunlarida ba'zi davlatlar milliy an'analardan kelgan qoidalarni aks ettirgan bo'ladi, ba'zi davlatlarninkini aks etmaydi. Bugungi dunyoning taraqqiyot yo'nalishi globalizmning har jihatdan g'alaba qilishiga ergishib, an'analardan kelayotgan axloq mizonlari bargan sari shikastlanmoqda, yumshamoqda, o'zgarmoqda. Bu haqda ilgari men ko'p misollarni bergan edim. 50-yillarda bir Uyg'ur qiziga yigitlik qilishga petina oladigan Xitoy tasavvur qilinmaydi. Tarixni desak, Qumul dehqonlar qo'zg'oloni dal mana shunday bir ishdan, ya'ni bir Xitoy 105sining Uyg'ur qizini yaxshi ko'rib qolishidan kelib chiqqan. Bu ishni shunchalik eg'ir oladigan Uyg'ur xalqimi tadrijiy o'zgarib, bugunga kelganda kollektiv to'ylarda 20 lab Uyg'ur qizi Xitoylarga berilmoqda.
Bununla sükut kılınmakta. Şundakla hanımı başkalar bilen tutulup kalganlardanmı toğru düşünüp keçirdiganlar çıkışqa başlaganda xeli oldu. Tabii ki ahlak faqatla jinsiy ahlak bilan cheklanmaydi. Söz harakat, muomala, rostchilik qatorliq nurg'un sohalarni o'z ichiga oladi. Davlatchilik eni bo'lgan millatlarda siyosiy mavqe masalasimi bir turdagi kishilik axloq masalasidir. Bir odam siyosiy jihatda o'z vataniga, millatiga sodiq bo'lmasa, dushman tarafga xizmat qiladigan bo'lsa, bumi bir xil axloqsizlik hisoblanish bilan qolmay, nurg'un davlatlarning qonunlarida vatangosiylik eng og'ir kechirilmas jinoyatlarning biri hisoblanadi. Buning jazosi o'limdir. Endi Uyg'urlar yoki butun Sharq Turkistonliklarga qaytib kelsak, masalaga Sharq Turkistonliklar nuqtasidan turib qaraydigan bo'lsak, ba'zi ta'tirliklarni bayqaymiz. Men Savdo nomli romanimda tasvirlagan bir ahvolga o'xshash bir hol millatimizda umumiydir. Ya'ni bir munofiqqa bo'lgan nafratimiz bir o'g'riga, bir buzuq ayolga bo'lgan nafratimizchilik emas. Bunun sebebi an'analarimizdan kelayotgan, shundaqla diniy e'tiqodimizdan manbalangan axloq qarashimizda aniq belgilik bo'lgan kishilik axloq, turmush axloqi haqidagi hukmlar genlarimizdan o'rnagan bo'lib, uning yiltizi cho'nqur bo'lganlikdan uningga sala yo'q. Hammaydan darhol nafratlanamiz. Ammo bizda davlatchilik eni bo'lmaganligi yoki bu an davlat qurilishleri tarafidan yapsalanib, sistemaga o'ltirg'izilib, ma'rif va boshqa matbuot yo'llari orqali kichigimizdan singdirilmaganlikdan davlatga, vatanga, millatga oid bo'lgan ishlarda siyosiy axloqsizlik, sotqinlik, xoinlik haqida bir an'ana tiklanmagan. Buning ko'nidan kelayotgan bir mizoni yo'q. Chunki biz davlatchilik enidan uzoqlashganlikda. Şoňa munofiqlar bilan yaxshi xo'p o'tish umumiy. Ammo bir odatdagi o'g'ridan hammaylar nafratlanamiz, uni darhol tashlab o'tamiz. Yetim qoldiramiz. Amaliyotda bir shaxsning o'g'riligi yoki bir shaxsning stili axloqsizligi bir kollektivga ta'sir ko'rsatmaydi. Sizga bir ziyni yo'q buning. Ziyni o'ziga. Zarari faqat o'ziga bo'ladi. Bu dunyodami, u dunyodami hisobni o'zi beradi. Lekin bir munofiqning qilmishi butun bir qavmga munosabatli bo'lib, ziyni ko'pchilikka, jamoatga, qavmga, davlatga bo'ladi. Bundaq cho'ng jinoyat oldida avullarning tilga og'uchiligi yo'q. Shundan turib, biz yenikini hech kechirmaymiz, tutishib olgandek nafratlanamiz. O'rtaq qarshi turamiz, eg'ir bo'g'iniga ko'z yumamiz. Buning aqsida yotgan ikki sabab bor. Bulardan biri dushmanning tashviqot o'yini yoki istixborotning astiribdan yo'llantirishi bilan nishondan qayib ketimizda xoinlikqa qarata nafratimizni tezli unutib ketamiz va bu yetaklanishda diqqatimiz jiddiy bo'lmagan odatdagi gunohlarga markazlashib qoladi. Ikkinchi sababi gillarimizdan o'chib ketgan davlatchilik enining bo'lmaganligi, vatan hukumining, millat hukumining yiltizi bek tez bo'lganligidir. Chunki biz Qaraxonlar imperiyasidan keyin izchil holda boshqa millatlar tarafidan boshqarilib kelayotgachqa, davlatmi shularninkidek, vatanmi shularninkidek, buning taqdiriga shularni boshqa turish kerakdek, tag'abayning, eshakbayning. Yiqilsa yulamayman, o'lsa tuyulmayman shakldagi bir xil mas'uliyatsiz tutum xalqimizga umumlashib ketdi. Bu gaplarimga qarshi chiqadigan bilimdonlarning chiqadiganligini mo'lchallay olmayman. Buni shuningdan ko'ra olamiz. Vatanimizni kim boshqursa, shuningga tava qilib o'tish. Ya'ni bu xil tutumimizni Molla Musa Sayramiyning Tarixiy Hamidiy yoki Tarixiy Aminiya kitoblaridan ko'ra olasizlar. Molla Musa bu territoriyani Mo'g'uliston deb ataydi. Chunki bek uzoq Chingiz avlodlari hukmronlik qilganligi uchun hukmronlarning qilib o'tganlik. Xalqning hukmi shu.
1930-yillardagi Qumul dehqonlar qo'zg'olonidan keyin taxtga chiqqan Shang Shisay hokimiyatini mustahkamlash uchun tinchlikqa ehtiyojli bo'lg'achqa Tungallar bilan kelishim qildi. Poskamning janubi Majansang boshchiligidagi Tungallar boshqarishida qoldi. Taki 37-yildagi Sovet ittifoqining yordamida elib berilgan qonliq bostirishgacha. Mushu mezgilda Tungallarning boshqarishida bo'lgan asosli Xotan viloyati va Qog'liq qatorliq bir bo'lik zimin ba'zi odamlarning aslimisida Tunganiston deb yozilganligini ko'rasizlar. Men bir xaritadan ko'rgan buni. Xalqimizdagi bundaq sarimaslik, vatan tuyg'usining tuprog'i bo'lgan sevgining faqatla shaxsiy yeriga, bog'joyiga qaratilib qilishi, millat kitaba yarmilik haqida kori bo'lmaslik tutumi, davlatchilik egining uchib qolganligining natijasi bo'lib, bundaq egisi emas bir mulkka xiyonat qilganlarni men nima ish qilman ko'ray demakchidek bir xil tutumni ko'ramiz. Yani devlet tuprog'i deyilgan bu keng zimin mening emas. Shu onunga bir xoinlik qilsa, menga nima deydigandek bir alomat bu. Bundaq kori yo'qlik asrlar bo'yi davom qilganligi hech qachon bir hokimiyat tarafidan sistemalik qoldi vatanparvarlik tarbiyasi berilmagan yoki vatanparvarlik tuyg'ulari parvish qilinmagan bir xalq bo'lganligimiz uchun vatanga ega chiqadigan ruh hala haqiqiy ma'noda tiklangani yo'q. Bugün bir şu, yoğun gapni az qilayli. Bu gapni hammanglarga yoqmaydi, ammo reallik shu. Bizning shu andagi vatanparvarligimiz, millatsuyarligimiz xuddi parnikda o'stirilgan o'simlikka o'xshaydi. Keng ketgan dalada o'sgan o'simlikning son va saposi selish turg'usiz ustun bo'lishini hammamiz bilamiz. Parnikda cheklik son va sunniyroq sifat bilan yetishadi, xuddi shunday. Vatanparvarligimizning sunniyligi, ya'ni eg'izligi shu ekanligi har fursatda mana men deb o'zini dalillab turdi va hammamiz bu holdan hasratlanib, qanday bir millatmiz biz yo, mushundami bo'landi yo deb zarlanib turamiz. Bugungi hayotimizda doim ko'rinib turadigan alomatlar aslida kollektiv yoshirin engimizda jug'langan tarixiy asoratlar, tarixiy udumlardir. Bizning Uyg'ur degan bir qalpoqning ostiga jam bo'g'inimizga bir asrmi bo'lmaganlikdan chechilib turishimiz tabiiy. Bu tarixiy paket bo'lsa-mu, ba'zi qit'alar buni Uyg'ur inkor qilish deb talaffuz qilish orqali o'zlarining shum niyatlari yo'lida foydalanmoqchi bo'libdi. Bu bir ismdan iborat. Ism unda bo'lishi mumkin, bunda bo'lishi mumkin. Ammo bu zaminda yashab kelayotganlar yanada bizning ajdodlarimiz. Buni hech kim inkor qilgani yo'q. Sharq Turkiston deb atalgan millat mulkini bilganimizga 100 yil bo'lmadi. Undaqkan necha asrlik bir asorat bunda qisqa muddat ichida yo'qolib, yangi bir kollektiv yoshirning shakllanishi nihoyat tas. Agar davlatimiz bo'lgan bo'lsa-edi, davlatning ma'rif programma orqali davlat desteklik ommaviy harakatlar, vatanparvarlik do'lqinlari ko'tarish orqali qisqaroq muddatda ko'ni asoratlarni yuyib tashlab, yangidan shakllantirish, vatanga sodiq yangi davlat fuqarosi yaratish nishoniga yetkili bo'ladi. Bir qistirma qilib o'tay. Ruxsat bo'lsa. Millatga tava bu buyuk mulkka bir ismda ifodalab bu mulkni. Bir ismda ifodalab. Bu lampa ostida birlik kelishga yo'l ochgan sobit damonlar shuning uchunmi tariximizning keyingi 1000 yilidagi eng munavvar shaxsdir desak, oshib o'tgan bo'lmaymiz. Chunki millat kitaba umumiy mulk, ya'ni vatan, davlat hukmi yetilmagan shuna yurtlar bo'yicha bo'linma, tafriqa har qachon boshqa bo'lishga homildor, dazlarga to'lgan bir xalqqa tunji bo'lib bir qalpoq baxsh etguchi bo'lish tufayli eng buyuk shaxsiyatdir. Bir ismga tava bo'lgan xalqlar zamonning o'tishi bilan bir-birini o'z deb biladigan kollektiv yoshirin ang shakllantirdi va bu bir ism ostidagi tuproqqa sohiblik tuyg'usi tug'iladi, yetiladi. Shunga bu oddiy holda bir ism masalasi emas, balki cho'nqur psixologik ta'siri bo'lgan, yetaklash, yo'llantirish roli bo'lgan g'oyat kuchli harakatlantirgich kuchdir.
Yana bir misal qıstirib qo'yay qarindoshlar. Buni ba'zilaringlar qasddan vurmilmanglarmi. Yana bir misal. O'zimizning hayotidan bir misal. Qashqar bilan Qashqar shahri bilan Qog'liq noyisining orliqi taqriban 400 kilometr keladi. Shundaq deymi? Ash atrofda 400 kilometr. Qashqar shahri bilan Atush 40 kilometr masofada. Endi mana qaranglar qarindoshlar. Qog'liq Qashqar hisoblanadi. Bu viloyat tabasidagi kishilarning tuyg'usida Qog'liqmi Qashqar. Ya'ni bu saraliq, shalik munosabatda Qog'liq tepilsimi Qashqar shahrichilik kishilar tarafidan chetga tepilsimi. Ammo Qog'liqdan biror mashhur shaxs chiqib don qozonib qolsa bizning Qashqardan deb iftixorlandi. 400 kilometr uzoqdagi Qog'liqdan chiqqan donliq shaxsni bizning Qashqardan deb faxrlandi. Yolg'onmi? Qog'liq Qashqar. Lekin 40 kilometr Atush Qashqar hisoblanmaydi. Nima uchun? Bu ma'muriy rayon atalg'usidan kelib chiqyapti. Ismdan kelib chiqyapti qarindoshlar. Qog'liq noyisi Qashqar viloyatiga tava bo'lganligi uchun bu tavalik, bu o'rtaq ism, Qashqar viloyati degan o'rtaq ism uni o'z qilyapti. 400 kilometr uzoqdagini o'z qilyapti. 40 kilometrdagini yot qilyapti. Hatta buningga o kadar uzoq bo'lmadi. Kommunist istilasidan keyingi ma'muriy rayon ayrishda Atush boshqa bir rayon bo'lib qoldi. Bo'lmasa 1000 yillardan beri Qashqarga qaraydi. Hatta Fayzobod noyisiga qaraydi. Shu qisqa muddatda biz o'rtaq bir qalpoqqa ne kadar ko'nibdik. Bu ism ana shunday muhim. Xuddi shunda Sharqi Turkiston degan bu butun vatanni o'z ichiga olgan ismning ostiga kelganimizga 100 yil bo'lmaganlikdan bu o'rtaq ism ostidagilar texi bir-birimizni o'z deb biladigan tuyg'uga kelmadik. Ammo balduqqa qaraganda ko'p yaqinlashdik. Ism mana shunda muhim qarindoshlar. Bu qistirmadan o'tdik. Nayt afsus. Tashviqot vositalari taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, biz emas, dushman texmi bak unumli foydalanib, bizni davomli pochilash bilan qolmay, koni asoratlarni hardam mustahkamlab turmoqda. Mana shuning uchun biz bir ayolning sadoqatsizlik qilmishini anglasak, ras yolg'onlik haqida izlanib ko'rmayli nafratlanadigan bo'lsak-mu, bir munofiqlik aniq dalillar bilan o'tirib chiqsa-mu, yanada ishonmagan bo'lib olish, dalillarni ko'rmasga selish orqali shaxsiy munosabat yaqinligini asos qilgan chapa yepishni davom qilaveramiz. Aslida vatanga osiylik tug'an yerda eg'iz buzuqligidan iborat bir gunohning tilga og'uchiligi bo'lishi mumkinmi? To'g'ri, buni insoniy sifatlar nuqtasidan, musulmonlikdan, iymon talaffuz qilingan eg'izdan sat gaplarning chiqishi nuqtasidan mulohaza qilishga boshlaganimizda buni aqlaydigan sabab yo'q. Umi gunoh, ayib. Ammo bu ayib uning o'ziga loyiq, ziyonni o'zi tortadigan, Allah'ın oldida o'zi javob beradigan bir shaxsga chetishlik gunoh. Ammo xoinlik, satqinlik butun millatga ziyni keladigan, o'zi bilan ketmaydigan g'oyat zo'r bir gunoh, teg'im to'g'risi jinoyatdir. Biri teridagi kichikkina yaraga o'xshasa, yana biri aydiz kasaliga, rakka o'xshaydi. Hayotga bevosita xavf yetadigan kasal.
Bir jinoyatni yepish yoki uni kichikiltish uchun deb eg'iz buzuqligining insonlik deshi bir qilmish ekanligi haqidagi talqinlar, yo'llantirishlar, axloq mizonlari nuqtasidan to'g'ri ko'rinsimi, haqoratning obyektlari o'tkazgan jinoyatga selishtirma qilinganida tilg'ag'ichiligi yo'q. Aslida biz bu kichik ayiblarni emas, millatimizga qilingan va qilinayotgan sotqinlikni so'roqlashimiz kerak edi. Nayt afsus, bu iştimi istihbarat oyunlarına artist olup qalavatımız. Qaçaniki biz milliy menfaat hemmadin üstün, vatan hemmadin a'lo deb bilmaydigan bo'lsak, ta qiyomatgacha mana shuningdek tulxotini hisobi qilib ketaveramiz. Keyingi chaqlarda ommaviy torlarda ko'tarilgan da'vochilardan hisob so'rash maqsadidagi yozmalar va videolarda ko'rilgan satgaplar tufaylidan bir munch qarindoshlar bana suallar yolladı. Mening qarashimni so'radi. Men bu jidallarning hamma tafsilotini xabardor bo'lmagan bo'lsam-mu, ko'zimga ilishganlarimi meningcha yetarlik va hammasiga badal deb o'ylayman. Shundaqla bunday satgaplarga qarshi ko'tarilgan tanqid to'lqini, nasihatchilik to'lqini, axloq targ'ibotimi ko'zim chiqib qoldi. Bularning tafsilotini o'qib o'tirishni ortiqcha ko'rdim. Chunki bularning formasi, pichimi menga bakma ayon. Keyingi chaqlarda vatanimizning adabiyot sohasi yoki matbuot sohasida bir mahal axloqshunoslikka bag'ishlangan kitoblar, axloq targ'ib qilingan nasihat mazmunli she'rlarning jahonni bir og'inidan xabarim bor. Bu aslida bir ofat darajasiga yetgan nasihatchilik edi. Buning adabiyotning taraqqiyot nuqtasidan bir ofat bo'lganligini ko'rgan edim. Shunga bu qatimki to'lqinda ko'tarilgan nasihat to'lqinimi aşındaq tiptikanligiga jazm qilishga bo'ladi. Shuni tafsiliy o'qishga hojat ko'rmadim. Savollarni ikki xil kategoriyada bo'lib, nasihatchilar o'zlarining qaltis to'g'ri qilayotganligiga ishongachga, mening ularni qo'llashimni umid qilgan bo'lishlari kerak. Mushundaq qilsa bo'landi, mushunda desa to'g'rimi, chet elliklar ko'z satamasmi degandek jumlalar ularning bir qo'llash tamasida yozganligini ifodalab turadi. Og'zini buzganlarmi? Özleriga qat'iy ishongachga ular o'zlarini to'g'ri qilyapmiz deb qarashatdi. Menga ular qo'llashdan qilib mesaj yo'llamadi. Faqat ularga moyilligi bo'lganlar. Ularni ayblamagan asosda ular to'g'ri qilayotgan bo'lsa-mu, lekin so'zning sifati jihatdan chekdan oshmasa bo'ladi. Mushuning nima deysiz? degan mazmunda mesaj qilishgan edi. Chet elliklarni bo'bö qilib ko'rsatish Uyg'ur hayotida yangilik emas. Chet elliklarga cho'qinish, chet ellik bergan bahoni eng to'g'ri baho deb bilish xuyimizga singib ketgan, ba'zilar kuchi yetmagan yergalar chet elliklar bilan qo'rqoq soladigan odat xili umumiy. O'zining to'g'ri qarash ekanligini muqimlashtirish uchun chet elliklarni shipi keltiradigan ahvollarni ko'p ko'rdik. Mening ansiraydiganim dal aksicha. Aşı chet ellik rastilla bu ishlarga diqqat qilayotgan bo'lsa, bizning oilam boshlig'imizga, ya'ni munofiqlikni emas, og'zi buzuqlikni tutib olib, peshini qo'yib bermay, kayishlarimizni ayblamagiidi degan andishidir. Chunki bir chet ellik, agar biz cho'qinadigan sapadagi chet ellik bo'lganida, cho'qin men degandek tarafdan ayblashi mumkin. Qanday bir xalq sizlar munofiqlik, xoinlikning gapi bo'lsa, uningga diqqat ag'diradigan odamning tayini yo'q. Og'zini buzdi deb jimi hujumni shunga qaratadi ekansizlar. Munofiqlarga shunchalik nafratinglar yo'qmi? Demak, bugun holinglarning bunday bo'lishining sababini endi bildim. O'zinglar aylanbashgansizlar deyishi cho'qim. Chet ellik mana maturda baho berishi mumkin, qarindoshlar. Urushda taslim bo'lgan dushmanni etish xalqaro qonunlar bo'yicha, ya'ni janva ahdinomasi bo'yicha jinoyat hisoblanadi. Urushda taslim bo'lgan dushmanni etish. Lekin bayila etishma vaqtida yanada sabdishini etib dushman qo'l ko'targanda uni afu qilish shahid bo'luvchining yaqinlari tomonidan qabul qilinmaymi qoladi ba'zi hollarda. Ve kol götürüp durgan düşmanlardan bir nechini siyrildi. Bu gerçi jinoyat hisoblansimi, lekin bir xil tatliq, qandaqdir odamning quchoqlig'isini keltiradigan jinoyatdir. Shunga bunday jinoyatni sabdoshlari hargiz ayblamaydi.
Hech kim uningdan nafratlanmaydi. Faqat uni qamallab tutib olib, yanama ko'p asrni etib yetishdan to'sish bilan cheklandi. Hatto qo'mondan qonun bo'yicha unga o'lim jazosi bermoqchi bo'lsa-mu, uning uchun kechirim so'rab, butun sap bo'yicha qo'mondanga buyruqni bekor qilish to'g'risida yolvoradigan ahvollar ko'rildi. Nima uchun? U xato qilgan bo'lsa-mu, lekin bu xato dushmanga bo'lgan nafratidan, dushmanga bo'lgan g'azabidan, shahidlarning haqqidan manbalangan ashundoq suyumlik bir xil jinoyatdir. Menimcha bizning to'plarimizda ko'rilgan ahvol mushunga o'xshab ketadi. Xalq uyg'onib, hisob so'rashni biladigan yerga yetgan bo'lsa, ba'zi oshirib yutishlarni kechirishga bo'ladi. Bu xoinlikqa bo'lgan nafratidan, munofiqlikqa bo'lgan g'azabidan o'tib ketgan shuncha uzun yillarga ichinishidan manbalangan bo'lg'achda, bu suyumlik bir xil xatodir. Xuddi erki balamiz öydeki ətivali canan taxsini çekip koysa, biz onunla atalarca kayış bilen çeklengendek bir kayış kupayıdır. Ama bütün dikkatini sert yapıyğanlığı merkezleştirip, münafıklık hakkındaki suallar, hesap soraş, gayretdeki qarıçaplaş, texime bekrak eyipleşki tegişlik iştir. Yukarıda dep etilgenedek, siyasi cihetteki satqıllıklar ahlaksızlıkның en çoğu, en jirkiniştiki, en keçirilmeydiğinidindir. Biz muşundaq tunuşqa adetlenişimiz, münafıqlık tuğay yerde uşaq işlağı dikkatini çalgıtmaslıqımız gerek. Bu bir xil siyasi sezgürlük meselesi, milli sezgürlük meselesi, devletçilik enimizin qançılıklikini gösterdiğen eynektir. Devletçilik eni, milli sezgürlük, siyasi sezgürlük tilge elinayotgan muş fursatda şunu qo'shib qo'yay. Biz bir devletning davasini qilayotganligimizdan lap etayotgan bo'lsak-mu, ko'p takrorlaganimdek, bu bir on qatlamimizdagi do'ramchilikdan iborat. Yoshurun angacha singib ketgan, qonga singan xuy degandek yiltizi cho'nqur bir hol emasligini bir muncha oddiy misollardan bilalaymiz. O'tganda pishqadamlardan Muhammad To'xtining bosh bo'lishi orqasida Turkiyada 11 mingdan ortiq odamning shaxsiy uchurlari jadvallashtirildi. Kanadaga ep ketimiz deydigan aldamchilik bilan. Ammo bu kishi undaq turdagi birisi emas edi. Natijada xuddi uning kimligiga yarasha bo'ldi. Bu qadar cho'ng bir jinoyat surishti qilindimi? Unutildi. Hatto mushu tizimlikdan o'rnagan 11 ming odamdan 11 kishi chiqib bo'lsa-mu, buni surishtirgani yo'q. Ahvolimiz bu bo'lsa, davlat da'vosi qiladiganligimizning bir xil taklifchilik ekanligini so'zlamak, oshirib etganlik bo'lmasi kerak. O'ylab boqinglar qarindoshlar, o'zimizning da'vosini qilolmayotgan turib, vatan da'vosi qilamiz degan bek yo'g'onlab bo'lmamda. Yana bir takrorlashim shuki, pokit va hissiyat orasidagi tanlashimiz xuddi ma'tularni asiltidi. Pokitning qarshisida deydigan gap yo'q. Pokit va yerda boshqa gap yo'q. Pokit degan munozaradan ustun. Pokitni yolg'onga chiqara olamsiz. Bo'lsa pokitni og'dirib yiting. Ondan gap yo'q oldim. Pokitni og'diradigan texnik kuchli dalilingiz yo'q ekan, u holda haqni qabul qilishni bir xil insoniy burch, bir xil axloq hisoblashingiz to'g'ri keladi. Ama bizning amaliyatimiz hamisha buning ta'sirisi. Pokit haqida hech nima deyilmaydi u, ya'ni ko'zni yumib olib qaralash, tillash. Bulardan shuni ko'ra olamizki, bu yerda dushmanning istixborot o'yinlari ketyapti. Tashviqot nayranlari ketyapti. Asosiy masaladan diqqatni burashga tirishmoqda, qarindoshlar. Men bu tashviqot haqida so'zlaganlarimda degandim. Bunda çalgıtılmalar, çalgıtma teşvikatlar için pokitning keragi olmaydi. Pokitga qarshi töhmet ve yolg'onlar bilan, ko'zni yumib hujum qilishlar bilan cheklandi. Ve bu davronni qancha ko'p qilsa, kishilarning nazaridan pokitlar o'chidi, ma'ular asosiy iqimga aylanib qoladi. Bu haqda tashviqot haqidagi ilgirki videolarni tekrar ko'rsanglar, texmi tushunishli bo'ladi. Qarindoshlar,
Men köp qitim agalandırdım. Bizning dötlükimizni nazarda tutup, Allah bizga köp qitim fursatlar verdi. Fursat berdiki, kimning kim ekanligini ko'rib olishimiz uchun. Birinchi qatimda 100 ming kishilik imzo to'plash faoliyatida. Esonlarda bordi. Keyin yana xalqaro sud to'g'risida xabar bilaldi. U bo'lib iyona to'plash to'lqini bilan asosiy va muhim bo'lganini ko'mib tashlashga urilish to'lqinida. Atalmış Uyg'ur sudi nomidagi suyuqlantirish projekti bilan yana nurg'at qatim bizni setayotganlarni ko'rib olishimiz uchun fursat berdi. Bugungi kunga kelganda bizning mustaqillik haqqimizning setilganligi dalil isbotlari bilan o'tirib chiqayotgan bo'lsa-mu, yanada tarafdorlik bilan chapay yepish davom qilmoqda. Shaxsiy munosabatlarga ko'ra o'zining siyosiy tanlashini belgilashdek dötlük, balki munofiqona qilmish davom qilmoqda. Yana nima kerak, qarindoshlar? Yana qanday bo'lsa biz ko'zimizni ochamiz? Allah bizga haqni tanıtsın. Milletimizni ıslah qilib bersin, aql farosat ato qilsin qarindoshlar. Amin. Hammanglarning bu so'zlarimni anglag'ininglarga rahmat. Hammanglarga Allohdan tinch amallik tilayman. Allohga topshirdim. Yana bir qatim ko'rishguncha Allohga omonat. Xo'sh.